Assalomu alaykum azizlar. Bugun men siz bilan bir savol ustida o'ylashni xohlayman. Savol oddiy ko'rinadi, ammo javobi juda murakkab. Stressga nima sabab bo'ladi? Yaqinda bir Telegram kanalda shunday jumlani o'qidim. O'limning birinchi sababi dunyoda saraton emas, yurak xastaligi ham emas. Asosiy sababi stress. Bu meni chuqur o'yga soldi. Nahotki ko'rinmas, lekin yurakni kemiradigan, insonni ichidan yemiradigan stress bugun inson salomatligining eng katta dushmaniga aylangan bo'lsa. Savollar ortidan savollar tug'iladi. Nega biz bunchalik charchadik? Nega yoshlar 20 yoshdanoq hayotdan to'yganini aytayapti? Nega bir bola imtihonlardan keyin yig'lab, darslardan va o'qishdan nafratlanib qoldi? Mana shu savollarga birgalikda javob izlaylik. Biz ko'pincha stressni tashqi sabablarga bog'laymiz. O'qish, ish, ota-onaning bosimi, jamiyat kutgan natijalar. To'g'ri, bularning barchasi bizni qiynaydi, lekin chuqurroq qarasak, bu tashqi omillarning ham o'z sabablari bor. Men buni stressga sabab bo'ladigan narsalarning sababi deb atayman. Masalan, bir o'quvchi darsdan charchaydi. Sababi dars ko'p. Bolaning onasi undan ideal bola yasamoqchi. Otasi esa uylangandan beri farzandini hatto quchoqlamagan ham. Kim aybdor? Shunchaki ayb izlash o'rniga sabablarni tahlil qilaylik. Biz maktabda bolaga yaxshi o'qi deymiz, lekin hech qachon sen yaxshi yashayapsanmi? Ahvoling qanday deb so'ramaymiz. Talabadan necha ball olding deb so'raymiz, lekin sen bu bahoga loyiqsanmi? O'zingni qanday his qilyapsan deb so'ramaymiz. Va bu noto'g'ri madaniyat jamiyatda ildiz otadi. Ota-onalar farzandiga mehr ko'rsata olmaydi, farzand esa o'zini eshitadigan insonni topa olmaydi. Bularning natijasida nima yuz beradi? Stress, ichki bosim, uyqu buzilishi, ovqatga qaramlik, internetga qaramlik, o'zini kamsitish, hattoki o'z joniga qasd qilish kabi fikrlari paydo bo'lishi mumkin. Mana shunda stressni emas, ildizni davolash kerakligini anglaymiz. Men shuni tushundim. Stress bu kasallik emas, bu signal. Inson ruhi yordam so'raganda u stress orqali ovoz beradi. Endi eshitish bizga bog'liq. Maktablarda ruhshunos emas, sifatli va foydali darslar kerak. Misol, Finlandiyada maktablarda emotsional savodxonlik darslari joriy etilgan. Bu darslarda bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda qilishni, boshqalarni tinglashni o'rganadilar. O'qituvchilar faqat fan emas, balki insoniylikni ham o'rgatadi. Bu yondashuv tufayli Finlandiya maktablarida bolalar orasida depressiya, o'z joniga qasd qilish holatlari sezilarli kamaygan. Mahalliy misol, Toshkentdagi ayrim xususiy maktablarda, masalan, Toshkent xalqaro maktablarida va prezident maktablarida bolalarning psixologik holatiga e'tibor qaratiladi. Har bir sinfga ruhshunos berkitilgan, lekin bu barcha maktablarda emas. Mana shunga ehtiyoj katta. Ota-onaga bolani eshitishni o'rgatuvchi seminarlar tashkil qilinishi kerak. Masalan, AQShdagi mashhur psixolog Dr. Shefali Tsabari oyli ota-onalik konsepsiyasini ilgari surgan. U Oprah Winfrey bilan ko'p marotaba sahnaga chiqib, ota-onalarga farzandingizni to'g'rilamang, uni tinglang degan g'oyani targ'ib qiladi. Yoshlar uchun o'zini ifoda qiladigan sahnalar, klub va imkoniyatlar. Menimcha shu narsalar ham jamiyatimizda tashkil qilinishi kerak. Masalan, Buyuk Britaniyada ushbu narsaga e'tibor qaratilgan. The Princess Trust nomli fond qirol Charles tomonidan asos solingan. Yoshlarni ijtimoiy faol bo'lishga undaydi. Har bir yoshga o'z qiziqishini topish, ijtimoiy sahnada o'zini ko'rsatish imkoniyatini yaratiladi. San'at, sport, texnologiya, qaysi sohada bo'lsa ham. Har bir inson yuragidagi og'riqqa hurmat bilan qaraydigan jamiyat bo'lishi kerak. Misol, Yaponiyada odamlar o'zlarini yomon his qilganda Faris terapiya markazlariga boradilar. Bu davlat tomonidan tasdiqlangan, sog'liqni saqlash tizimiga kiritilgan tizim. Ya'ni ruhiy holat ham rasmiy davolanishga muhtoj degan yondashuv bor. Taniqli inson misoli Jang Park, Janubiy Koreyalik sobiq millioner. Keyin ruhiy muvozanatni topib, psixologga aylangan. Aytadi: "Meni pullar emas, tushunilganim davoladi. Bir kun onam menga shunchaki quloq solganida men yashashni xohladim.
Hazrati Alisher Navoiy o'z asarlarida inson qalbini xafa qilishni Ka'bani buzishdan battar deb ta'riflagan. Demak, bizda aslida bu madaniyat bor. Faqat uni uyg'otish kerak. Bugun men va siz bir qaror qabul qilaylik. Hech bo'lmasa bitta odamni tinglaylik. Bitta bolaga sen men uchun qadrlisan deb aytaylik. Har bir stressli yurak tinchlanishi uchun imkoniyat beraylik. Ajratgan vaqtingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar bilan Parvoz loyihasi va Elbek Olimov bo'ldi.